Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, sog'lom sizlarmi? Bugungi video jamoasida boshlanadi. Shu yurt turgan 3 xonali kvartiramiz sotiladi. Manzil Qoraqalpog'iston Respublikasi 4 tumani o'zida. Bu yon tarafdan keladigan bo'lsanglar, Ko'na prokuratura tarafdan kelsanglar, shuning ikkinchi ko'chadan o'ng tarafga qarab aylanib kelasizlar. Eng oxirdagi dom. Shu domdan yana birinchi etajda 3 xonali kvartiramiz sotiladi. Bu yerda endi gazi bor, to'g'ri gaz turibdi, vodoprovodlari hamma narsasi bor. Shu endi hozir ishlar ham podkulchatib remont etib ishlanib turibdi ekan. Hozir ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Dokumentlar ham hamma narsasi bor ekan. Mana shu ko'rib turgan podkulch kvartiramiz. Ishlar ham ajoyib ishlardan qo'yib turibdi. Bismillah. Döşevlar ham to'g'ri döşab turibdi. Mana zo'r ginamlardan döşalgan. Asab binasi qo'lni ishlab turibdi. Tokio montajlari, Yevro montaj ishlatgan, razvedka chatoqlar qo'yib turibdi. Aristolar qo'yilgan ishlar ham zo'r ishlardan qo'yib turibdi. Hozir ko'ringizda bu tarafga 2 dona kolos tashlab turibdi ekan. Unitaz 3 oddiyni, bani 3 oddiyni tashlab turibdi ekan. Rakovinalarni qo'yib turibdi yana. Ajoyib bundan ishlab. Yani sivistlar qo'yilgan. Yana. Bina asab binasi qo'lni ishlab turibdi. Bu yon tarafda bir xonamiz. Bilan natoji potolokda tartib aboylar ham super mo'sh aboylardan bosilgan. Ataqiyazdan qo'lni ishlab turtaydi o'tganimizdek. Plastik ramlardan aynalar ko'p tutundan tashqaridan tarafda reshotkalari bor ena demirdan. Shuning joylarda yashash hammaga nasib etsin. Niyat etganlar birdan like bosamizdan shuning joyini niyat etib yurganlarga tashakkur qo'yamiz do'stlar. Mana ajoyib ishlar turibdi. Razvedka kuchalardan umuman qismona ekanlar, hammasi ajoyibidan qo'yib turibdi. Natoji potoloklar, gilamlar o'zal turibdi, super mo'sh aboylar. Berina oshxonasi. Kanalizatsiya ham tarafdan tashlab turibdi. Kolodasi turbalarga kelib turibdi. Issiq sovuq suv turbalari kelgan. Gaz ham kelib turibdi. Fonini ular orasida xudo xolasa. Berama tapina qo'yilgan. Keyin bu yon tarafdan xonalarimiz bor. Bilinglar, katta zalga qo'yilgan beram. Bu yon tarafdan kichkina xonasi bor, ko'rib turganingizda. Bir de matapina tashlab turibdi. Fonini aynalar plastik olmalardan, natoji potoloklar ham ajoyiblari tashlab turibdi. Aboylarimiz super mo'sh aboylar, gilamlar ham ajoyib etib tashlab turibdi. Bu yon tarafda yana bir xonasi. Yana bir xonasi bor. Shu yurtda yana 3 xonali kvartiramiz. Narxini keladigan bo'lsak, narxi 320 million so'm aytilib turibdi. Kelishib, qaytib beriladi. Aytilgan bahada sotilmaydi. Iloji boricha narxda sotiladi. Pul zarur, shuning uchun arzon bahada qo'yadilar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranlarda telefon nomerlar bemalol shuning bilan bog'lansanglar bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha yetkazgan vaqtingiz rozi bo'linglar.